Hammaga xayrli tong. Ko'pchilik mendan so'rashadi, Munisapa, nima ovqat yeysiz? Qanaqa qilib mana shunaqa ozgansiz? Nima dietada o'tirasiz? Iltimos biz bilan bo'lishing deb. Demak do'stlar, men sizlarga ko'rsatmoqchiman, meni nonushtamni. Demak, bu ertalabdagi nonushtam. Mana, покажи. Mana ikra, avokado, xlebtsi. Men non iste'mol qilmayman, men xlebtsi yeyman. Mana ko'rib turibsizlar. Yoki mana shunaqa gulkarom. Mana shuni faqat yeyman va mana ko'rib turibsizlar, bu vitaminlarim, shu vitaminlarni iste'mol qilaman har kuni. Bu mango bilan chia, desert. Mana ko'rdinglar? Ko'p suv iste'mol qilaman kun mobaynida. Bir kunda где-то plus minus 3 litr suv ichsanglar juda ham zo'r. Va mana bunaqa probiotik ichaman ertalab. Bu ham zo'r narsa. Ichinglar Kim obunaga bosgan bo'lsa, ota-onasini haj safariga olib borish nasib qilsin. Amin.